Vitr namozi bilan boshqa nafl namozlarni jamoat bilan o'qish. Savol. Assalomu alaykum. Vitr namozi bilan boshqa nafl namozlarni jamoat bilan o'qisa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kechida ba'zida jamoat bo'lib nafl namoz o'qigan. Kurayb rivoyat qiladi-ki, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma uningga mundaq so'zlab bergan. Men Hammam Maymunaning uyida qo'nib qoldim. Men beshimni yostiqning to'g'risiga qilib yotdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ayoli boshlarini yostiqning uzunisiga qilib yotdi. Yarim kecha bo'lib edi. Rasululloh uyg'onib o'ltirib yuzini silib etib, Al-Imron surasining oxiridan 10 oyat o'qidi. Andan o'rnidan turib, tamg'a issiqlik koni tulumdagi suvdan kamil tahorat olib namozga turdi. Men Rasululloh qilgan ishlarni qilib so'l tarafida turdim. Rasululloh o'ng qo'lini beshimga qo'yib, andan o'ng quloqimni uvlab tortib, o'zining o'ng tarafiga o'tkazib qo'ydi. Andan 2 rakat, uningdan keyin yana 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 2 rakat namoz o'qib, oxirida vitr o'qib yotdi. Muazzin kelganda 2 rakat namoz o'qib, andan chiqib bamdodni o'qidi. Abu Vail Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan uning mundaq deganligini so'zlab bergan. Bir kechasi men Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga namoz o'qigan edim. Rasululloh qiyamda turavergan edi. Men bo'lolmay yomon bir ishni qilishni o'ylab qolgan edim degan edi. Biz nima qilishni o'ylab qolgandilar deb so'rasak, u Nabiy sallallohu alayhi va sallamni o'ri turgan holatda qo'yib o'ltirib olay deb o'ylab qolgan edim dedi. Yana Huzayfa radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga kechada jamoat bo'lib namoz o'qigan. Salman radhiyallohu anhu Abu Darda radhiyallohu anhu ni yo'qlab borganda kechada birga namoz o'qigan. Abu Juhayfa radhiyallohu anhu ning o'g'li Avn rivoyat qiladi-ki, uning otasi mundaq degan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Salman bilan Abu Dardani qarindosh qilib qo'ygan edi. Salman Abu Dardani yo'qlab kelib, uning ayoli Ummu Dardaning kiyinishda o'zini tashlayotganligini ko'rib, "Nima bu turqingiz?" degan edi. Ummu Darda: "Qarindoshingiz Abu Dardaning dunyoga hojati yo'q" dedi. Andan Abu Darda kelib Salmonga taom tayyorladi. Salman Abu Dardaga "Senmi yegin" degan edi. Abu Darda: "Men ro'za tutib olgan, sen yegin" dedi. Salman: "Sen yemagicha menmi yemayman" degan edi. Abu Darda yedi. Kechining avvalida Abu Darda turmoqchi bo'lgan edi. Salman: "Uxla" dedi. Abu Darda uxladi. Sal turib Abu Darda yana turmoqchi bo'ldi. Salman: "Uxla" dedi. Kechining oxiri bo'lganda Salman: "Endi tur" dedi. Ikkisi namoz o'qib bo'lganda Salman uningga: "Rabbingning senda haqqi bor, nafsingning senda haqqi bor, ahlingning senda haqqi bor. Shunga har bir haq egasiga o'z haqqini berishing kerak" dedi. Abu Darda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning yoniga kelib, bu ahvolni so'zlab bergan edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Salman rost aytibdi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zida kunduzdimi nafl namozni jamoat bilan o'qigan. Mahmud ibn Ar-Rabi al-Ansari radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Itban ibn Malik Ansarilardan Badr g'azotida qatnashgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan edi. U mundaq dedi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoniga kelib, ya Rasululloh, mening ko'zim ojizlab qoldi. Men jamoatimga imom bo'lib namoz o'qib beratdim. Yomg'ir yaqanda ular bilan men bar yerning orliqidagi vodida yaqin bo'lib qolg'achqa, ularning masjidiga borib namoz o'qib berolmayman. Uyimdagi biror joyni namoz o'qiydigan joy qilib olishim uchun uyimga kelib namoz o'qib berishlarini arzu qilib qoldim" dedim. Rasululloh: "Alloh xolisa pat arada shunday qilaman" dedi. Itban dedi: "Atsi kun egiz ko'tarilganda Rasululloh va Abu Bakrlar kelib uyga kirishga ijozat so'radi. Men ijozat berdim. Rasululloh uyga kirib o'ltirmayla, uyning qayerida namoz o'qib berishimni yaxshi ko'rasan" dedi. Men uyning bir tarafini ko'rsatdim. Rasululloh turib takbir aytdi. Bizmi uning keynida saf tortdik. Rasululloh 2 rakat namoz o'qib salom berdi. Ishaq ibn Abi Talha Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi-ki, uning momisi Mulayka radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun taom tayyorlab, Rasulullohni chaqirgan. Rasululloh taomdan bekor bo'lib, "Turinglar, men sizlarga namoz o'qib beray" dedi. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Uzun ishlatganlikdan qaridab ketgan bo'rimizga suv chechivatdim. Rasululloh bo'rida turdi. Yana bir yetim bola ikkimiz Rasulullohning keynida turdik. Mo'may orqamizda turdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga 2 rakat namoz o'qib berib, andan qaytdi.
İmam Navaviy bu hadisda nafli namozni jamoat bo'lib o'qisa joiz bo'lganligiga dalil bor. Yana uningda kunduz nafllarining kecha nafllariga o'xshash 2 rakatdan qilib o'qishning afzalligiga dalil bor deydi. Bu hadislar vitr va undan boshqa nafli namozlarni Ramazonda va Ramazondan boshqa chog'larda jamoat bilan o'qisa bo'lganligini, kishilar buni tashlasa bo'lmaydigan qoida yoki vojib deb o'ylab qolmaslik uchun davomli izchil shunda qilmay, ba'zida shunda qilsa bo'ladiganligini ko'rsatadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qancha kecha masjidda sahobalar bilan birga namoz o'qiganda vitrni birga o'qigan bo'lishi kerak. Ko'pchilik olimlar vitrni nafli namoz qatoridan deb qaraydi. Yuqoridagi hadislarda Ibn Abbos qatorliq sahobalar vitrni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jamoat bo'lib birga o'qigan. Shunga ba'zida uy yoki masjidda, kechida yoki kunduzda jamoat bo'lib nafli namoz o'qisa bo'ladi. Buningda cheklimi yo'q. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 48 numurliq fatvo.